Dahshat. Sardor gangster Nozimani o'ldirganlarni duo qildi. Ko'z yoshlarini tiyib bo'lmaydi. Butun internetni larzaga solgan Nozimaning o'limi hech kimni befarq qoldirmayapti. Taniqli bloger Sardor gangster ushbu mudhish voqeaga o'zining keskin va hissiyotlarga boy munosabatini bildirdi. U Nozimani o'ldirgan insonlarga nisbatan adolat va jazo so'rab, ularni duo qildi. Ushbu videoda ko'rasiz. Sardor gangster bu mudhish jinoyat haqida nimalar dedi va uning qotillarga nisbatan aytgan eng og'ir gaplar va duolari qanday bo'ldi. Bu voqeadan keyin xalq qarang. Nima bo'lyapti Sardor bey? Qanday qarayman o'zi? Jin urib qo'ydimi sizni? Ha. Tomis ketib qolgan. Nima o'zingizdan o'zingizga? O'zi tomda o'zi yo'q. Jinni pinni emasmisiz siz? Nima o'zingizdan o'zingiz so'kinyapsiz hozir? Ya sizni turishingizni qarang bilan odam. Mana turishim bilan nima ishingiz bor? Siz nima kiyapsiz meni oldimga? Turishingizga ishim bo'lmayapti-ku. Ya siz ya meni oldimga kelasiz, men sizni oldingizga. Menga qarang, erkeksiz, ustingizga ko'ylak kiymay o'tiribsiz. Men siz turishingiz bilan ishim bo'lmayapti-ku. O'zimda uyimda yotsam bo'ladi. Mana o'zim efirimda o'tiribman-da, maylimi? Nima keldingiz meni efirimga bo'lmasa? Men sizni nima efiringizga kelaman? Men efir ochib o'tiribman. Va nima menga taylab kelyapsiz? Qatdan men tashiyman. O'zidan o'zi Kimga men tashladimmi sizga? Ya TikTok yibanmi menga olib ishim qo'yasiz? yo'qmi? Men Sardor bilan millatga Ulab qo'yasiz. Yiban bo'lib qolgandir-da, yiban bilan yibanni ulab qo'ydi, debda yiban. Qayerliksiz? Qayerliksiz? Esingizdan chiqib qolibdi Sardor bey. Ya siz Men kim? bilan gaplashgansiz. Siz bilanmi? Koreyadamanman. Rahmatli Baxti kelib, "Masha akam bo'ladi, opam bo'ladi" deb. Esingizdanmi 3 yil bo'lyapti. Unaqa bo'lmang Sardor bey. Endi 3 yil oldin onasini ham mushuk ekansiz deb gapirib chiqib ketdingiz. Mana shu Koreyada yuramiz 20 yildan beri. Unda gapingizni qilmang. Nima o'zingizdan o'zingiz so'kinyapsiz? Ha bo'ldi. Sal qorayib oling, deb o'qing. Nima ishingiz bor? Kasalman, rak bo'lib qolganman. Ya unday Duo bo'lsa qilib qo'ying Sardor bey, o'lib ketmang. Ilohim amin. Shu opamni umrlari uzoq bo'lib, Boru siz yotgan joyingizda duoingiz o'tsa, o'zingizdan o'zingiz so'kinyapsiz. Kechiring bo'ling, kechiraman keyin. Hayit kuni. Ammo uni qo'yib qo'yadi, aytib qo'y. Tashag'amchi, уже tamom bo'ldi, qurt tushib ketadi agar mendan hozir. Kechirim so'rang. Hayit kuni mana shu opam menga dardini aytdi. Hech qanaqa, men o'z dardimni hamma biladi. Rak bo'lib qolgan ekanlar opajonim, rak bo'lib qolgan Sekin ekanlar. bor-ku. Sekin o'tkazing videolarni. O'chib keladi. Ajali yetmasdan, ajali yetmasdan. O'lar ekan buni opam chiqyapti. Shu bugun kechga qolmasdan o'lib ketsin ona. Allohu akbar. Agar men o'lmasam, sen o'lasan. Bugun Xudo xolasa Allohdan so'raymiz. Mashtada 7000 ta odam qarab turibsizlar. Mashi bolani bor-ku. Bitta duo qilinglar. Ertaga yetib bormasin. Hazillashyapman. Duo qilinglar. Men hozir o'g'illarimni ham chaqirib duo qildiraman. 5 ta o'g'lim bor Sardor. 5 ta o'zbek o'g'lim. emasmikan deb o'ylab qolibsizda. O'zbek emasmikan, buncha oppoq ekansiz, o'zbek emasmikan. Men o'zbekman, gaplashganmiz. Rahmatli Baxti avariya bo'lib O'zbekistonda o'tib ketdi, Koreya deydi. Biz batl o'ynab o'tirardik ukalarim bilan. Kirib kelgansiz. Bilmayman esimda yo'q. Unda ko'tarilmagandingiz, yurardingiz, hamma bilan salomlashib. Hech kim buni tanimas edi-da. Esizdami? Podpiska tashlagandingiz. Opa, podpiska tashlab qo'yakanman. Mushuk ekansiz degansiz. Esingizdan chiqib qoldi. Meni mana pamyatim 2 megabit. Ha, o'zi pamyat o'zi uchi bo'lyapti, asab ketganda. Asab. Ha, shunday. Ismingiz kim sizda opajon? Men ismim Farida bo'ladi. Farida Faridaxon. Gaplashdik. Kechiring. Ancha o'tirdik gaplashib. Kechiring, so'kkanim uchun so'kmayman sizda. Umringizdan baraka toping. Unda bo'lmay, o'zingizni o'zingiz nima so'kasiz hayit ayyomida. Endi so'kaman. Ertagacha yetib bormay qolmang yana. Vali qarg'ish. Ishlasa qilmaydi, sizni qarg'ishingiz o'tmaydi. Qatdan bilasiz. Qatdan bilasiz. O'tmaydi sizniki o'tmaydi. Qarang, eshitdingiz? Koreyada kim o'lib qoldi bir qiz. O'zi faqat videosi rekdan chiqyapti. Zaybal qildan shu problemasi. Shuni gapirmang Sardor. Yo, nima bo'lgan o'zi? Nima bo'lgan? Siz Koreyada ekansiz. Shuni aytib bering. O'zim oldim dedi. O'sha qiz o'lgan qizmi? Ha, ko'ring videolarni, turibman-ku asabim buzilib. Siz ham o'sha yerda o'tiribsizmi? Ha, o'sha qizni onasiga jo'natib bergan men edim Davazbek bilan. Yo, nima bo'lgan o'zi? Onasiga jo'natgan bo'lsalar, nima uchun urush qilyapti u qiz? U qiz qattiq urush qilib o'lib ketdi-ku.
U xotin-di. Voy, bitta ayol kim u? Bitta ayol so'kiyapti. O'sha qarang, tuhmat qilyapti-da. Militsiyalar ruxsat bermaganini onasi jo'natib bering dedi, jo'natib berdim. Yana tuhmatni qarang. Biz 30 ming dollar olibmiz qarang. O'sha orqasidan mana ovozlarim chiqmay qoldi. Yaxshiligida put tishi ekan. Yaxshiligida put tishi ekan. Avazbek o'ligiga rozi, o'limiga rozi qilib onasi. Xo'p, qarang, mana bitta aka kim? Bitta aka yig'layotibdi. O'sha Avazbekda. Mana shu bloger, mana shu yerda Koreyada o'lib qolganlarni, kasal bo'lib qolganlarni, rak bo'lib qolganlarni, hamma narsani mana shunaqa qilib xalq qilib chiqarib, ota-onasiga Qozog'iston bormi, Qirg'iziston, Turkmaniston, hamma ston bor-ku, chiqarib beradi-da shu bola yuvib, poklab. Mana shu bolani-chi tuhmat qilib onasida. U qizni onasimi? Onasi, biz jo'natganimizgacha jon singlim, rahmat sizga, Faridaxon, sizga rahmat. Ishonasizmi? Men turgan shaharda o'zi oldin 1,5 yil oldin tanigan qiz bo'lganda, keyin o'tib qolganini eshitganimga bir hafta oldin eshitdim. Keyin ishonmadim, bir haftadan keyin avazga video qo'ygandan keyin, dedim, masjidda bo'lsa kerak dedim. Politsiyaga telefon qilsam, dam kuni ekan, Avazbek ekan, ruxsat bermagan. Olib keta olmaysizlar, ruxsat bermaymiz degan. Keyin men chiqdim militsiyaga. Menda rekimdan bitta video chiqdi. Dahoya chiqadi. Hali ko'p chiqadi. Men Dubaydaman-ku, region Dubayda. Axborotlarga chiqib ketamiz, hali qarab turing-da. Axborotlarga chiqamiz. Voy, yomon bo'lib ketdi. Tavba qildim. U qiz o'zini osib qo'ygan, qarochi qizni onasi sizlarni shantaj qilyaptimi? Jo'nat berganlaring uchun. Biz ikkita bola o'ldirgan deb onasi endi gumon qilyapti. Butun ikkita bola o'ldirgan qizdimi? O'sha bola o'ldirgandi. Bittasi qutqarib olgan, bittasi yigiti bo'lgan. Bittasi kirib qutqarib olgan bo'lgan, bittasi yigiti bo'lgan. Kamerada hamma yo'q bor deyapti. Politsiya shunaqa deyapti. Bular birinchi o'shalarni ko'rgandan keyin kuzatib olgan birinchi qiz. Qiz kuzatib olgandan keyin bola bilan bola ketgan. O'zi chiqib ketgan. Chiqib ketgandan keyin o'sha bitta bolaga telefon qilgan, xirillagan ovozi bo'lgan. Zapis qilib olganda, kelgan u bola ro'molini yechib olgan, shu hammomga osgan. Endi uni haligi bola yosh bolalarda o'sha bolalarga tuhmat qilib yubordi. Hali javob chiqqan yo'q. Javob chiqmay turib videolarini chiqardi. O'sha ves O'zbekistonga sharmanda qilib yubordi. Hali uylanmagan bolalar. Bo'ydoq bolalar. Shuncha aralashib qo'yib, yana hammasi u bolalar ham hozir Koreyadami? Naslarga aralashib qo'yibda. Ishonasizmi, ilgari kuni o'limimga rozi qilib yubordi. Men tuhmat ko'tarolmayman. Qilgan yaxshiligimcha itni ko'tiga aylantirdi. Siz bor edingizmi o'sha brat oldida, yig'layotgan payti? Ha, oldida o'tirdimiz, ovozlanib. Bitta ayol oldida turib gaplashib o'tirdi, o'sha sizmi? Ha, men kecha mashinamda o'tirishgan edi, hammasi. Militsiyaxonada bilasizmi? 16 soat, 17 soat militsiyaxonada o'tirdik, ketmadik. Avazbekning holatini ko'ring, keyin ko'chaga chiqib, ishonasiz, suv ham ichmadi shu bolada. Oldida suv ham ichmadi. Ana shu Avazbek degan bolani bir marta videosini ko'rdim. Koreyadan bitta odamni o'lib qolganini jo'natganini ko'rdim. O'q bilan krasavchik odam ekan, birovni o'ligini jo'natib ketgan. Qozog'istonlik odamni qurt bosib ketgan. Boshini. Uyda qolib ketgan. O'shani ham-da qarang. Men bir marta o'lik ko'rib. Men tomim ketdi, 10 kun uxlamadim. Mana hozir men 1 soat uxlab turdim o'rnimdan. Uyqu yo'q. Jinni bo'lib qoladi bunaqada odam. Avazbekka qo'ringlar. Qurtlab ketganni ham ko'rdi, boshqasini ham ko'rdi, kallasi uzilib ketgandi, chaynalib ketgan, nanustanaka tushib hamma narsani ko'rdi-da. Odam tek qolmay ham ketib qoladi. Qarang. Endi men chala ko'rdim. Bitta ko'rganimda o'sha brat yig'layotgan ekan, bittasidan bitta opa chiqib olib turib so'kiyotgan ekan. Telefonda. Bir bola senlar harommisan, bir bola deyotgan ekanda. Hozir men tushunishim bo'yicha u so'kayotgan opa boyagi o'lib qolgan qizning onasi. To'g'rimi? Bu qiz juda yaxshi bo'lgan. Endi nomiga o'tganlar haqida hech qachon yomon gapirib bo'lmaydi-da. Yo'q, u qizni men tanimayman, ko'rmaganman. Lekin hali bir yaxshi qiz edi-da. Nima uchun harakat qilib ketdi-da? Iloji yo'qligidan ishlab ketdi-da, iloji yo'qligidan. Opa, sizga bitta narsa aytaymi? Endi men ham yoshim ko'rganman, kamda bo'lsa ham sizlardek yoshim katta bo'lmasa ham. Men 40 yoshdaman.
Qarang, eshiting. Opa, eshiting. O'zini osish, gapim noto'g'ri bo'lsa, mana shu turgan xalq biladi. Tushunmayapsiz. Eshiting oxirigacha, qarang, eshiting. O'zini osgan qiz tushyapti. Voy, oldi yurganmisiz o'zingiz? Cholchagular bo'lamni qaranglar. O'zingiz yurganmisiz? Voy, nima qaranglar, tavba qildim. Nima qilyapsizlar? Yoqmayapti turganmiz. Bor-ya, chiqib ketinglar. Men sizlarni neyburlarimga chaqiryapman, tavba qildim. Jinni sizlarga kirib olibdi. Unaqa edi. Tomlang ketganmi? Hayotlar yo'qmi o'zi mendan boshqa? Boringlar, narada o'ynanglar. Men yoqmayapti turgan bo'lsa, boshqa joyda o'ynanglar. Men onimdan narisizlar bor-ku. Mencha вообще bor-ku. Umuman sizlarlik, men hayotlaringni umuman kimliklaringni ham даже bilmayman. Men qiziq emaslar menga. Eringlarga maqtanib o'tiringlar o'zinglar deydi. Farida opa bo'ladiki. Yo'q, men bilan mana gaplashsin. Yo'q, o'shanda ham mana keyin gaplashaman nima bilan deganida. Qani vakilingchi, mana keling bir. Gaplashmaydi opa, sizda bor yurag unda yo'q. Men bilan bunday gaplashishlarni Men bilan ham gaplashmoqchi bo'lgan ekan, to'xtani bo'ldi. yo'q, erkaklik javohir emas bu, subyektiv, ismi Shahboz. O'sha subyektiv men bilan gaplashmoqchi bo'lgan ekan-ku. Kelingchi, mana bo'pti, o'shan bilan elchisi bo'lib kelibsiz. Qani men bilan bir gaplashingchi, qani erkaklik chestizmetda ko'rsatingchi. Men sizni erkak deb hisoblayman hozir. Men bilan bunday gaplashing, erkakcha gaplashamiz. Mana chiroyli mana gapiraman. Ancha javohir emas. Bu vatni deb orasida olobdi, kelobdi qilib yuboryapti. Bu javohir emas, shirasini buzib yuboryapti o'zidan Toshkentga yasab. Yo'q, bu javohir emas, nima Kamila opa, bu subyektiv, umuman boshqa bola bu. Bu subyektiv Nikda kanalda yuradigan bola bu subyektiv. Men o'zi to'g'risi bunaqa kirib chatbatlarda yurish niyatimni o'sha yo'qotgan edim. Ashi bola keldi deb turib menga nima qilib SMS tashlashgani uchun chiqdim men to'g'risi iltimos, agar eshitib turgan bo'lsangiz ukam, Javohir uka, men ancha sabr qilyapman. To'g'risi insonlik sifatida mana shu inson vijdonim bilan men sizni kutyapman. Men sizni bir nima qilish niyatim ham yo'q. Albatta men bilan shunday erkakcha gaplashing. Keyin siz bilan bunday alohida bir gaplashsak ham, siz og'zingizga juda et berib yubordingiz. Anchani og'zingizni nimasi ham qolmadi, rezinkasi ham qolmadi. Qilyap turgan ishlaringiz masalan. Siz ayol kishini nimaga unaqa qildingiz deb aytyapsiz Avazbekga. Siz nima unaqa qilyapsiz? Men masalan erim bor boshimda, bolalarim bor. To'g'risi zo'r yashayman. To'g'risi men bir haligi unga bunga ko'z-ko'zimni qisib, yoshtonimni yarmini ochib turib ko'rsatadigan ayol emasman. Shuning uchun men bilan bunday gaplashing, keling mana. Erkakcha gaplashamiz. Xarakter erkak. Siz ko'ryap turgan o shallaba vallaba ayollarga o'xshatmayman meni. Kelingda men bilan bunday erkakcha gaplashing. Xohlasangiz O'zbekistonda shunday uchib keling, men ham O'zbekistonda Toshkentda siz bilan bunday ko'rishaman. Kelolmaysiz-ku, Koreyaga ham kelaman dedingiz. Pasotvani oldida turdim ancha bir kelsa shu pasotva oldiga kelasiz ekan. Endi qarang. Men siz bilan shu yuzma-yuz ko'rishmoqchiman. Qani, meni bir yaqindan ko'ringchi. Toshkentga keling, men ham Toshkentga boraman, yuzma-yuz gaplashib olaylik. Siz hozir boshqalarni bilmayman, meni judaligi chestimga tegib qo'ygansiz. Siz ham bir kechirib bo'lmaydigan ishlarni qildingiz. Indamay turibman. Orqonni uzun tashab qo'yapman. Siz bu dunyoda kechirim so'ramasangiz, u dunyoda javobini olaman men. Bilsangiz. Shuning uchun bir aql farosatingiz bor paytida, mana xushingiz joyida turgan paytda gaplashib olaylik. Ertaga aqlingizdan ham ozib qolishingiz mumkin. Bu ishlarni qilib yuraversangiz. Hozir qilyap turgan ishingizni qarang. Yosh bolani ishi. Koreyaga boraman dedingiz 17-kuni. Bir siz nima masxaravoz o'ynayapsizmi? Bunaqa masxaravozlik qilmang bizga masalan. Siz o'zi masxaravozlik o'tmaydi. Siz 2 ta ishton yechgan bo'lsangiz, men 15 ta ishton yechib qo'yganman, ukajonim. Siz hozir qilgan ishlaringizda to'g'ri kelmaydi. To'g'ri erkakka o'xshab yuring. Agar o'xshamasangiz, bunday gaplashaylik, bir joyda bunday o'tirib gaplashib qo'yaylik. Boring Toshkentga, men ham boraman. Erkakcha gaplashamiz. Men masalan o'rtaga bir erkak-erkakni aralashtirmayman. Men o'zim erkak vijdon bilan siz bilan bunday ko'zingizga tik qarab turib gaplasha olaman. Yo, bo'lmasam bunday video chat qilaylik, ukajonim.
Normal erkak bo'lib yashavering, chestingiz bilan. Oldimga mana yomon so'z olmayapman. Chiroyli gapiryapman. Baqa chiqing yo, buni elchisi bo'lsa ham kelavering, yetkazib qo'yadigan bo'lsalaring. Men tegmayapman masalan, sani suratingni yo sani tarafini olib chiqib turgan ayolni, boshqasini, bir 7 avlodingni ham olib chiqqanim yo'qman. Birorta joyga rasmingni olib chiqib yo birortaning orqangdan yo so'kinganim yo'q, bir hurmatsizlik qilganim yo'qman men. O'shuning uchun maka ke, oldimga ke, maka ke gaplashaylik, zam hokimga kelibsan mana. Tomosha qilib ham o'tiribsan o'zan. Oz qoldi. Agar sen ozda masalanda dunyo tor, baribir bir kun bitta joyda ko'rishamiz. Men ko'rish maqsadim bo'lsa tikib qolman, men umrimni tikib qolman sen bilan ko'rish uchun. Oz qoldi. Amerikaga ham borib ko'raman. Amerikada ham gaplashib ko'raman sen bilan agar kela olmasang. Shuncha o'zi erkakka kela olmagan, so'kib qo'yib o'zim borganman doim. Barda chesti bor erkakni ko'rmadim. De so'kkandan keyin kelib turim, de 100 ming gaplashgan erkakni ko'rmadim hali. Shuning uchun jasukdingiz, og'zingizga kelgan gapni gapirdingiz, mamaroza, pamaroza qildingiz. Endi sizlardan so'rab bir kafe ochaman, bir yo bir qo'shiq aytadigan joy, bir narsa ochamiz. Tirikchiligimizni endi sizlardan so'rab qilamiz endi. Karislar sizlardan iltimos qiladi endi. Qilaveraymi deydi, bu narsa qilaylikmi deydi. Og'zingizga kelgan gaplarni gapiryapsiz. Siz endi maqsadingiz nima bo'ldi? Bu Nozimaxonni bir nomini chiqarish bo'ldimi? Mana bitta yerim ochgan karobkaga osilib oldingiz. Ana bormadingizmi o'sha Nozima yashagan adresga? O'sha joyda atrofida polni o'sha karobkalar bor edi, bormadingizmi? Nozimani ko'rganimga 1,5 yil bo'lganman. Borib bir yaxshiligimga meni harom qilib haligi butun dunyoga bir nomimni qora qilib tashladi. Indamadim. Bu qo'rqoqligim uchun indamay o'tirganim yo'qmanmi? Topshiriq orqamda uzun tashab qo'yganman. Arqanimga ilinasan senlar. Ano kim falonchalik nima qirg'izistonlik bola, yana bitta lecha chiqqanida andijonlik, yana bitta ikkita shallava chiqqanida bir o'zidan anu yosab olgan, yana bittasi chiqdi. Videoyimni chiqarib bolamni boqyap turdim, rasmini olib chiqib, u videoning orqasidan bolamni boqyap turdim debsan, meni orqamdan pul topishmagin. Sen o'zing tirikchilikni o'zing kalling bilan ish qilishgin. Men videolarni olib chiqib rekka chiqmasdan. Yo men seni farzandingni olib chiqyapmanmi, yo seni xotiningni olib chiqyapmanmi, yo seni olib chiqyapmanmi, yo uni o'lib ketgan qizni olib chiqdimmi men? Meni unaqa qilishyapsan. Indamasa? Yo kattaxo'likning qizimanmi? Xohlaganni menga solishasan. Duxing yetsa bor, ana birontang bor, birorta erkaging bormi? Bor ana. Chimyonga bor, Farg'onaning Chimyoniga borib, shunday surishtir, bor. Bir mahallamga bor, ko'rasan. Tarbiya soati o'tishadi senga. Erkakligingni meni eslatib qo'yishadi, esingdan chiqib qolgan bo'lsa birontang. Bor. Birorta duxing bormi? Meni mana shunaqa qilib so'kinganing bormi? Bor, chiqib borgin-da kutib olishadi o'zlari. Surishtirgin, yoshligimda qanaqa katta bo'lganman, qanaqa bola odam bo'lganman, bir surishtirib ko'rishguncha, senlar o'ylagan odammanmikin. O'shani Farida opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'shani avaz aytdi-ku Nurifon fohishxona deb. Mani Nuribanim aytdimi? Yo'q, Nuribanim aytdimi? Nurifon dedi, siznikini aytmadi. Umuman общий Nurifon fohishxona deb avaz aytdi-yu, to'g'rimi? Avaz Nuribanda yurgan ekanmi avaz? Avaz bir u domlar Nuribanlarga borgan ekanmi? O'zi bolalar shunaqa deb o'ylaydi Koreyada, biz bolalar shunaqa deb o'ylaydi. Siz o'sha payt e'tiroz bildirmadingiz u videoda. Avaz bu Nurifon fohishxona emas. Yaxshilab ko'rmabsiz-da? Ko'rdim, o'shani ko'rib aytyapman-da sizga. Avaz aytdi, biz bilmasdik-ku. Siz hozir noto'g'ri gapiryapsiz. Nima deb noto'g'ri gapirdingiz? Siz e'tiroz bildirmadingiz. Siz e'tiroz bildirmadingiz deb aytyapsiz. O'sha videoda e'tiroz bildirmadingiz, to'g'ri? U turibdi hali. Ko'rakansiz unda. Siz ko'rakansiz. Shuncha odam ko'ribdi, siz ko'rmagan ekansiz. Butun dunyoga siz o'shani gapirib turganda e'tiroz bildirganimni ko'rmabsiz-a? Siz e'tiroz bildirmadingiz, avaz. Ko'rakansiz-da unda. Men ishlatayotgan Nurifon fohishaxona emas demadingiz.
Na demang Avazbek, siz bilmaysiz deb men e'tiroz bildim. Borib yana boshqatdan o'sha videolarni ko'rib keling. Nuripan nimaligini borib bilib kellaring dedi, etlaring dedi. Hozir ham turibdi o'sha video. Hozir ham turibdi video YouTube'da ko'ringlar. Yaxshilab Ko'p marta aytganlar Farida opa bu narsani. Tushuntirib ham berganlar. Faqat deyilmagan erkaklarga xizmat qilinadigan joy degan ayollar erkaklarga xizmat qiladi, qizlar bolalarga xizmat qiladi. Uni ikki xili bor. Bitta shunaqa xizmat qiladigani bor, bittasi oddiysi bor deyilgan. Yo, endi to'xtab turinglar. To'xtab turinglar. U yerda faqat ayollar ishlamaydi, erkaklar ham ishlaydi. Erkaklar ham xizmat qiladi. Bor, shunaqa joylari bor, erkaklar ham xizmat qiladi. Uni nima deb tushunasizlar? Erkaklar ham o'sha atbatini ushatar ekanmi? Erkaklar ham xizmat qiladi. Boy, katta zavodlari bor, katta samonimlar keladi, sajanlar keladi, boy odamlar keladi, xizmatini qiladi-da. Nima qilsin? Nima Rossiyada barlarga bormaganmisizlar? Barmen bolalarda ko'rmaganmisizlar? Yo bo'lmasam O'zbekistonda klublar yo'qmi? O'zbekistonda klub yo'qmi? Bor. Nima iminni koreyslarni, iminni koreyslarni Nuriban Karaoke 70-80 degandek katta ochiq joy bo'ladi, o'tiradigan joylari bor. Nima shunaqa joylarni sizlar unaqa joy deb hammalar shunaqa tahlil qilib yordilaring. Avazbek u joylarga kirmaganda bilmaydi. Bormaydi. Chunki Avazbek ichmas ekanda. Chekmas ekan, ichmas ekan. Bilmaydi-da. Unaqa odamlar qayerdan biladi? Bu yerda Farida opa fohishaxona ham deyilmagan. Borib so'rashib olgan. Qanaqa ish qilinadi, nima qiladi, ichkilib shunaqa narsalar bo'ladi. Chunki Avazbekga manmas, men unaqa narsalarda Avazbekga menda yo'q umuman unaqa narsalar. Avazbekga tashlab berilgan. U Avazbekga o'sha Nozimani ishlagan, o'sha onasi ham aytgan, pulini Sitoraga aytgan, o'sha joyda ishlagan, klubda ishlagan joyi bor, o'sha yerdan pulini oling degan joylari ham bor. Nima Sitoraga aytgan? Biz borganimizda qaysi joyda, u joyda ko'p joylar bor ekan, qayerda ishlaganini bilmaganmiz biz. Chunki har bir joyga so'roqsiz kirish, uni kirib turib o'zingiz so'rash, u ruxsat berilmaydi. Chunki u shillik hisoblanadi Koreyada. Shillik bo'ladi. Endi o'zbekchasiga shillik nimaligini bilmayman. Shillik hisoblanadi. Shuning uchun biz so'ra olmadik kirib. Lekin Avazbekga tashlab berilgan suratlarda o'sha ishlagan bo'lgan Avazbek dedim, boshida shunaqa narsani nima keragi bor, sizga vasiyat qilib ketmagan-ku, shunaqa qiling deb, qo'ying deb aytganman, ancha qarshilik qilganman. Lekin Avazbekning oilasiga, farzandlarini gapirib, oilasi chiqib turib, Avazbekning oilasini gapirib chiqishgandan keyin g'azablanib, u keyin ayoliga tegishtirib gapirgan gaplar bor. U aralashib ketgan, u jahl ustida nima deb turganini bilmagan gapirib yorgan. O'y, Avazbek qo'ying degan joylarim ham bor, kerak emas degan joylarim ham bor. Menga masalan Avazbekga talashib tortishganimda, Avazbek nimaga siz hadeb qizlarda gapiraverasiz? Mana shu o'lib ketgan qizam, Nozimani aytmayapman, boshqa qizni aytdim. Mana shu o'lib ketgan qizam yaxshi qiz, hijobda bo'lgan. Mana shunaqa deb aytganimda, opa dedi, mana shu qizni taniysizmi dedi. Men tanimayman, lekin bitta tanish qizimni o'rtog'i ekan desam, mana opa mana shu qiz mana deb turib suratini ko'rsatdi. U qizni tushgan surati umuman boshqa joyda ishlagan o'sha turgan holatini, bitta bola bilan turgan holatini, bez ro'mol shunaqa joyda turganini menga ko'rsatdi-da. Avazbek dedim, qo'ying bu suratlarni o'chirib tashlang. Mayli, kerak emas, o'tgan o'tib ketibdi. Lekin dedim, hamma 5 baravar emas-ku Avazbek, hadeb F6 qizlarga gapirmang desam, opa menga ko'p narsalar yetib keladi dedi. Masalan, siz hozir gapirayotgan qizni ham suratlari bor. Prosta men bu narsani men hech kimga ko'rsatishani ham yo'q. Prosta mana shu ko'pchilik taniydi, mana shu qiz mana shunaqa deb turib suratlarini tashlab berar ekan odamlar. O'sha voqeadan keyin ko'p suratlar tashlab bergan.
Shuning uchun men qo'ying Avazbek bu narsalar o'chirib tashlaydi, men o'chirtirib ham yuborganman telefonidan. Shuning uchun u Avazbek jahl ustida gapirib yuborgan. U suratlarini tashlab berishgan. Ancha bilgan, ko'rgan qizlar ham, o'rtoqlari ham. Shuning uchun qizlarga aytaman, kimga oligi ichingga do'st qilib olib yurma, bu yerda Koreyada do'st bo'lmaydi deb aytaman. Shu o'zini masalan o'rtoqlarimi, o'sha yaqin yurgan odamlarimi tashlab berganda Avazbekga. Endi meni yerda protiv qilishyapti-da. Avazbekga ma'ni aytishyapti. Ma'ni oldimda yurgan paytida u qiz juda qiynalib kelgan payt bo'lgan. Unaqa ishlab atbatini ushlatadigan joy bo'lmaganda. Endi ayol kishining o'ziga bog'liq. Oyog'idan belab qo'ysang ham, qo'l oyog'ini belab qo'ysang ham qiladigan ayol qilaveradi. Men oxirigacha yo'q, Nozima unaqa qilmassiz deb aytdim. Bitta qilgan aybi o'sha Sherzod bilan ketib yorgani aybi. Shuni bekor qildi, bekor ketgan shu bola bilan chetda yuraverganida bir men unga doim aytardim turmushga chiq. Turmushga chiq, bolangni olib kel. Xitoydan bolangni olib ketirdim, xolos. Shu gaplarni men aytdim, o'sha oxirigacha shu gaplarni aytib keldim-ki, Avazbek o'sha yerda jahli chiqib gapirib Nimaga oilasidan alishtirishgan uchun. Avazbekning oilasi kirib ayoli nima dedi? Avazbekni yomonladi. Ayol kishi unaqa paytda Avazbekni o'zi bilan gaplashish kerak edi. Ommaga olib chiqmasdan muammosini. Ishtonini yechib Avazbekga beryap turgan paytda Avazbek edi, jonim asalim edi. Endi ajrashib ketgandan keyin yomon bo'ladimi? U paytda nima bunaqa vaziyatda u ayol chiqib erini yomonlaydi. Yomonlamaslik kerak edi. O'sha ayoliga nisbatan ham jahl qilib. Yaxshi dam oling, siqilmay, hammasi o'tib ketadi, opa. Yaxshi dam oling. Mayli. Opa. Sog' bo'ling, yaxshi dam oling. Jib qoldi. Shuning uchun men mayli meni tiqishtirishning oxirigacha indamay turdim. Qani qaqqacha borishar ekansan. Aytdim-ku, Nozimani telefonini oxirigacha teshkir. Men Nozimaga bir 1,5 yil oldin ketib turgan paytda aytganman. Bu agar yaxshi yashasang ketgin. Bunda ertaga yig'lab bir qonunga bolani solib kelib, opa da yana yig'lab kelma meni ostonamga. Men seni shu qilcha mana yordam berdim, ko'zimga ko'rinmagin deb bo'ldi. Meni aldadingmi? Karis deb aldadingmi? Shu yigitni shunga turmushga chiqaman deb aldadingmi? O'zbek bo'ldimi? Bor yo'qol deganman men. Shundan keyin ketgan. Yolg'onlar gap chiqyapti. Bularning fitnasini qaranglar-da. Menmish kvartirani pulini, depozitni pulini bermabman. Buni dokazatlari bor hammasini. Men Nozimadan bir so'm pul olmaganman. Nozimaga nabarot o'sha oyligini berganman. Oyligini hamma o'sha oygacha berilgan puli bor. U depozitga qo'yilgan pulni boshqa qiz qo'ygan, boshqa qizlar shotiga tashab hisoblab dollar qilib O'zbekistonga chiqarib berganman. Keyin urib sudrab urgan ekan. Mendan suduradigan menda unaqa u bo'yim meni 150. Kichkinagina odamman men. Nozima mendan 2 ta keladi. Katta edi. Mana shuni bitta qo'lida ko'tarib yurardi-da. Endi uni yolg'onda olib chiqib gapiryapti-da. U qaysi vijdon bilan mana yo'q o'sha qiz. Qani birorta yugurib keldim. Mana men opa men shu yerdaman deb keldim. Gapirib qo'ydi-da, kuti yo'q uni. Gapirishga-da. O'zing kimsan, boshqalardan unaqa qilib gapirasan. Menga o'sha qiz o depozit pulini bermagan bo'lgan. O'zini ko'ti ochilib qoladi-da, chunki o'sha 1,5 yil davomida yo'q bo'lib ketgan davomida o'sha qizlar bilan aloqa qilib yurgan. O'sha telefonda SMS-larda hammasi chiqib qoladi-da. Shuning uchun bu qiz qo'rqoq birinchi qo'l ko'taradi deb turib, qo'l ko'tardi-da, onasi bilib qoladi. Ertaga meni baribir shunaqa nima deydi, tarafini olib chiqsam Nozimani, opani yomonlab chiqsam meni ertaga kechiradi deb o'ylaganman. Chiqib ancha ish qilib qo'ygan ekan. Men keyin surishtirdim-da, o'zimga kerakli odamlardan surishtirib oldim u qiz. Pul olgan ekan, pulini qaytarib bermagan ekan. Men SMS-larini men tekshira olmasam ham boshqalar guvoh o'shanga-da. Masalan, pulini bermagan ekan, depozitini pulini bermagan ekan, pullari qolib ketgan ekan. O'sha qizni oldiga borganda, qani o'sha qiz chiqdimi? Yo'q, oldimga kela olmaydi masalan. Birorta marka chiqdi, men zam hokimga keldim, tushuntirdimmi? Yo'q. Marjona tushuntirdi. O'shalar mana ommaga chiqib ketdi. Emma-ba. Mana buni bayroq, Amerika bayrog'i yog'ani gapiring-chi. Gapiring. Nimani gapiring?
Gapiringchi, siz gapiringlar. kimsiz? Adolat faqat nimaga, Nozimagami yo boshqa ayollarga adolat yo'qmi? Sizlarga, sizlarda. Мнениялар bo'yicha. Nima o'ylaysan? O'zi endi meni ham bo'yicha qanaqa? Misha. Subyektiv, sansiramasdan chiroyli gaplashaver. Sizga chiqib ochiqcha gapirmayapti. Farida opa gaplashmoqchidilar o'zi, вообще-то. Men gaplashmoqchiman. Gaplashing, Mana adolat haqida gaplashilyapti. Mana siz mani shunday behurmatlik qildi, to'g'rimi? Siz ham singiz bormi? Xo'p, gapiravering-a. Xo'p emas, sizga ma'no qilyapman. Singiz bormi?